Assalomu alaykum hurmatli Salohiddin Uz kanali obunachilari, kanalimizdan kuzatib bo'layotgan mehmonlarimiz, muxlislarimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Husnuzanagan fermasidan mana g'unajillarimiz sotildi. Yaqinda video chiqardik, kanal orqali sotildi. Bugun hafta kuniga seshanba 31-mart 2026-yil. G'unajillarimiz bir joyga sotildi. Sizlarga ham mana shunaqa g'unajim bu qala kerak bo'lsa, hurmatli obunachilarimiz, kelaverasizlar har doim Husnuzanagan fermasining eshigi ochiq. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deydigan joydan g'unajillar zo'rlardan ketdi. Mana yetishdi, sog'lig'i hamma narsasi joyida. Mana shu akamiz oldilar. Assalomu alaykum aka, xormang. Charchamayapsizmi? Xonadonlaringiz tinchmi? Bo'lyaptimi ishlaringiz? Ular necha pul deyishdi, necha pulga oldingiz? 20 deyishdi. 20 million deyishdi. 20 deyishdi. Necha puldan oldingiz? 19,5. 19,5 dan oldingiz a? Olganga ham, sotganga ham Allohim barakasini bersin. Ishingiz rivojini bersin aka. Sog' bo'ling.